kattalar bo'limidagi shok-vizorga chaqirishgan. Borganman, keyin shunaqangi ajiotaj bo'lib yotibdi, og'ir kasallar to'la, ular ulgurmayapti, doktor bitta, reanimator doktor ulgurmayapti, bittasiga elektroshok qilayotgan ekanlar, yuragi to'xtab qolgan. Keyin Feruza ushab turing, mana buni kasal mazasi qochayotgan, ushab turgan, men quvurganman elektroshokka. Keyin u kasalga yordam berib kelib, yana qaytib kelib, u davom ettirgan. Xullas, keyin men o'zim ishim bilan ketganman. Bir haftadan keyin o'sha kasallarning kardiologiya bo'limida yurak ultratovush tekshiruvlarni o'tkazayotganda, bitta kishida shu ko'kragida o'sha elektroshok izini ko'rib qolganman. Qarasam o'sha kishi. Demak, yuragi ushlab ketgan bo'lgan o'sha payt. Keyin men so'radim, borib kelibsiz deganman. Ha, deb kulganlar-da, o'sha payt nima his qildingiz, nimalarni ko'rdingiz, aytib bering deganman, qiziqib. Keyin ular aytayotdilar, endi men aytolmayman, shunaqangi tasavvur qilib bera olmayman, shunaqa joyga tushib qoldim deganlar, shunaqa chiroyli joy. Yoqimli hid edi deydilar, ifori deydilar. Bu dunyoda bo'tda men unaqa hidni hidlamaganman. Endi men qidiryapman o'sha hidni deyaptilar-da. Hayron qoldim o'shanda.